Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda xalqaro siyosat maydonida katta muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzulardan biri Eronning raketa dasturi atrofidagi bayonotlar haqida gaplashamiz. Yaqinda Abbos Aroqchi, ya'ni Eron tashqi ishlar vaziri, Tehron AQShgacha yetib borishga qodir bo'lgan raketalarni ishlab chiqarayotgani haqidagi ma'lumotlarni rad etdi. Uning aytishicha, bunday xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Avvalroq esa Donald Tramp, AQShning sobiq prezidenti, Eron Yevropaga yetib boradigan raketalarni allaqachon ishlab chiqqanini va hatto AQShgacha uchib boradigan raketalar ustida ishlayotganini da'vo qilgan edi. Bu bayonot xalqaro ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi va turli siyosiy doiralarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Abbos Aroqchi esa India Today telekanaliga bergan intervyusida bu da'volarni soxta xabarlar, ya'ni fake deb atadi. Uning ta'kidlashicha, Eron o'z raketa dasturida uchish masofasini ongli ravishda 2000 kilometr bilan cheklagan. Vazirning so'zlariga ko'ra, bu raketalar faqat mudofaa va tiyib turish maqsadida ishlab chiqarilgan. Ya'ni, rasmiy Tehron pozitsiyasiga ko'ra, ushbu qurollar hujumkor emas, balki ehtimoliy xavflarga qarshi himoya vositasi sifatida ko'rilmoqda. Ma'lumki, Eronning raketa dasturi uzoq yillardan buyon xalqaro bahslarga sabab bo'lib keladi. Ayniqsa AQSh va Yevropa davlatlari Eronning harbiy salohiyati ortishi mintaqaviy barqarorlikka ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlab keladi. Tehron esa doimo o'z dasturini milliy xavfsizlik masalasi deb baholaydi. Bu yerda muhim savol tug'iladi. Agar Eron haqiqatdan ham raketa masofasini 2000 kilometr bilan cheklagan bo'lsa, bu qay darajada xalqaro xavotirni kamaytiradi? Chunki 2000 kilometrlik masofa ham Yaqin Sharq mintaqasidagi qator davlatlarni qamrab olishi mumkin. Shu bilan birga Eron tomoni global xavf tug'dirish niyati yo'qligini bildirmoqda. Vazirning ta'kidlashicha, mamlakatning harbiy salohiyati hech qaysi davlatga qarshi agressiya maqsadida yo'naltirilmagan. Xalqaro siyosatda esa bunday bayonotlar ko'pincha diplomatik tortishuvlarning bir qismi sifatida baholanadi. Bir tomon da'vo qiladi, ikkinchi tomon esa uni rad etadi. Bunday vaziyatda haqiqatni aniqlash uchun mustaqil tahlillar va xalqaro kuzatuv mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi. Hozircha Eron rasmiylari AQShgacha yetib boradigan raketa ishlab chiqish rejasi yo'qligini ochiq aytishmoqda. AQSh tomoni esa bu borada ehtiyotkor pozitsiyani saqlab kelmoqda. Demak, bu mavzudagi bahslar hali davom etishi mumkin. Xalqaro munosabatlarda har bir bayonot katta siyosiy ta'sirga ega bo'lishi tabiiy. Siz bu masalaga qanday fikrdasiz? Eronning bayonotiga ishonasizmi yoki xalqaro xavotirlar asoslimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Video sizga ma'qul bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yana dolzarb va ishonchli yangiliklar bilan uchrashguncha xayr.